السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد. Allah'ın izni bilen bugün namazdan keyingi zikirler hakkındaki dersimizde ahirgi majlisinde o'tamiz. 5. hadise kelgandik. 5. hadisni sharhiga Ibn Majah rahimahulloh sunanlarda rivoyat qiladi. An Ummi Salama radhiyallohu anha anna Nabiy sallallohu alayhi va sallam kana yaqul: إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ummu Salama anamiz aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi va sallam bomdod namozini o'qib bo'lib salom bergach ushbu duoni aytardilar: Allohumma inni as'aluka ilman nafi'an va rizqan tayyiban va amalan mutaqabbala. Ey Alloh, men sendan manfaatli ilm, halol rizq va o'z dargohingda qabul bo'ladigan amal berishingni so'rayman deb shu 3 ta narsani so'rardilar deyapti. Hop, e'tibor berilsa ushbu hadis da ochiq aytilyapti. Ummu Salama onamiz kana idza salla subha hina yusallim, bomdod namozini o'qib bo'lib salom bergach shu duoni aytardilar deyilyapti. Demak, namozdan keyingi aytiladigan zikrlardan biri. Ya'ni bu bomdod namozidan keyin bomdod namozining o'ziga xos bo'lgan zikr dedik. Faqat bomdod namozidan keyin aytiladi, boshqa namozlardan keyin aytilmaydi. Bomdod namozining o'ziga xos bo'lgan zikrlardan dedik. Ayrim ulamolar bu zikrni tonggi zikrlar qatorida ham zikr qilgan. Uni ham zarari yo'q, chunki bomdod o'sha tong paytida o'qiladi. Lekin daqiqrog'i shu namozdan keyin deyilish to'g'riroq. Namozdan keyin, chunki hina yusallim aynan salom berganda aytardilar deyilyapti. Ya'ni bundan chiqdi, masalan, tonggi zikrlar desak, aslida bomdod kirgandan keyin aytsangiz ham bo'laveradi. Bomdod namozidan keyin aytgan afzal, lekin tonggi zikrlarni shu bomdod vaqti kirgandan keyin, masalan, gohida mana hozir qishki kunlari bomdoddan keyin kun qisqarib ketgandan keyin kech o'qiladi o'zi. Ba'zilar to'g'ri ishga ketishga to'g'ri keladi. Bomdoddan keyin zikrlarni aytib olishga imkoni bo'lmasa, shu bomdod vaqti kirishi bilan farz o'qiguncha, sunnat o'qigandan keyin farz o'qigancha masalan tonggi zikrlarni aytib olsa bo'ladi. Lekin bu tonggi zikr ekan deb turib namozdan oldin aytib olsa, bu hadisga zid bo'lib qoladi. Namozda aynan salom bergandan keyin deyilyapti. Chunki ko'ra namozdan keyingi zikr deyish nimaroq, yaqinroq, Alloh alam. Hop, endi ma'nolarga to'xtaydigan bo'lsak, demak, Nabiy sallallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qiganlaridan keyin Alloh taolodan mana shu 3 ta narsani so'ragan. Manfaatli ilm, halol rizq va o'z dargohida qabul bo'ladigan amal berishini so'ragan. Shu har bittasiga alohida to'xtab o'tamiz. Birinchi so'ragan narsasi manfaatli ilm deyildi. Endi bundan tushunilib turibdi, ilm ikkiga bo'linadi. Demak, ilmning manfaatlisi bor, manfaatli bo'lmagani bor. Yana ham tafsilot bilan aytadigan bo'lsak, ulamolar ilmni manfaatli bo'lish bo'lmasligi e'tibor bilan 3 ga bo'lishadi. 3 ga bo'lishadi, 2 ga emas, 3 ga bo'ladi. Birinchisi foydali ilmlar. Manfaati bor, foydali ilmlar. Bu xoh dunyoviy ilm bo'lsin, xoh shar'iy ilm bo'lsin. Masalan, dunyoviy ilmlardan tabobatga o'xshash, ya'ni boshqa injenerlik, boshqa va hokazo dunyoviy ilmlar bu har qanday kasb, masalan, bir kasb hunar o'rganish, mana bular dunyoviy manfaati bor bo'lgan ilmlar. Endi diniy ilmlar o'z-o'zidan ma'lum, endi diniy ilmlar manfaatli ilm ekanligi. Ikkinchisi zararli ilmlar bor. Masalan, sehr ilmi, falsafa ilmi. Manfaati yo'q, balki zarari bor ilm deyiladi. Shuning uchun harom, sehr ilmi harom, falsafa ilmi harom va hokazo. Masalan, ilmul kalom harom, kalom ilmidan qaytarishgan salaflar. Bularning hammasi foydasidan zarari ko'p bo'lgan ilm, bundan qaytariladi. Uchinchi ilmning turi foydasi ham, zarari ham bo'lmagan ilmlar. Yani ba'zi ilmlar bor, zarari ham yo'q, lekin shu bilan birga foydasi ham yo'q. Nabiy sallallohu alayhi va sallam nima so'rayaptilar? Ilman nafian, foydali ilm berishini so'rayaptilar. Bu bilan zararli ilmlar va foydasi ham zarari yo'q bo'lgan ilmlar chiqib ketadi. Masalan, o'sha foydasi yo'q bo'lgan ilmlarga gohida ba'zilar savol beradi. Shu odam alayhissalom yemagan deb qaytarilgan daraxt nima bo'lgan?
uzummi, olmami, nima bo'lgan? Xo'p, bilganda nima foyda? Alloh taolo bizga aytmadi, bo'ldi daraxtdan yemagin dedi. U daraxt mevasi nima bo'lgan? Aynan shuni tayin qilish hojati yo'q. Shuning uchun ba'zi ulamolar bu masalalarni nima deydi? Bilish. Ya'ni bilsangiz manfaati yo'q. Ya'ni bilmasangiz zarari yo'q bo'lgan ilm. Xo'p, shuni bilmasangiz nima agar manfaat bo'lganda Alloh o'zi bizga yetkazgan bo'lardi. Va hokazo shunga o'xshagan bir ilmlar yoki kahf g'or egalarini iti rangi qanaqa bo'lgan, nima foydasi bor rangi qanaqa bo'lganligini bilmaganlikda va hokazo. Shunga o'xshagan ba'zilarni ko'rasiz, shunga o'xshagan ilmlarni, savollarni beradi va hokazo. Nabiy sallallohu alayhi vasallamda qiyomat qachon bo'ladi deb so'raganda nima dedilar? Maza a'datta laha. Qiyomatga nima tayyorgarlik ko'rding dedilar. Ya'ni muhim bo'lmagan narsadan nima qildilar? Savolidan chetlab o'tib, yo'q, unga o'zi asosiy narsa unga tayyorgarlik ko'rish. Unga nima deb qiyomatga nima tayyorgarlik ko'rding deganlar. Demak, gohida shu ustozlar ham shogirdlardan yoki domlalar gohida boshqalardan masalan savol kelsa, manfaati yo'q bo'lgan narsalar so'rasa, iloji boricha manfaati bor narsaga yo'llab qo'yish kerak. Ya'ni savolini javobidan ham ko'ra manfaatliroq narsaga yo'llab qo'yish kerak bo'ladi. Endi qarang, shu Nabiy sallallohu alayhi vasallam manfaatli ilm so'raganlarda aynan qanaqa ilm nazarda tutgan? Manfaatli ilmni dunyoviysi bor, shar'iysi bor dedik. Dunyoviy ilmlar, diniy, shar'iy ilmlar bor dedik. Shar'iy ilmni nazarda tutgan. To'g'ri, bu degani dunyoviy ilm, manfaati bor dunyoviy ilmlar o'qimaslik kerak degani emas, lekin shariat qiziqtirgan ilm, kim ilm yo'lida chiqadigan bo'lsa, ya'ni jannat yo'liga tushibdi, salaka bihi tariqan ilal jannah degan ilmga targ'ib qilingan oyat, hadislar, xullas nima nazarda tutilgan? Shar'iy ilm nazarda tutilgan. Va haqiqiy foydali ilm, dunyo va oxiratda foydali bo'lgan ilm bu shar'iy ilm. Ya'ni dunyoviy ilmning manfaati dunyoga tegishli, xolos. Dunyoga tegishli, ammo shar'iy ilm bu dunyo va oxiratda. Ya'ni ba'zilar bolasini o'qitmoqchi bo'lsa, katta bir doktor bo'lsin deydi, injener bo'lsin, boshqa desini erta kuni bir yaxshi oylik oladigan, qiynalmaydigan bir ishga o'rnash olsa deydi, foydali ilm deb shu deb biladi. Bir universitetlarda o'qisa, diplom olib yaxshi joyda ishlasa, manfaatli ilm deb o'ylaydi. Aslida o'sha diniy ilmni o'qitishi bu hozirgi jamiyatda unaqa bir nima qilmas. Masalan deylik, diniy ilm olib madrasani bitirib chiqsa, boshqa qilib chiqsa, u tabobatni bitirayotganlardek oylik olmasa ham, lekin nima? Bu ham foydasi dunyoda ham oxiratda. Yani diniy ilm o'rganishda foydasi ham dunyoda ham oxiratda. Bunga oddiy bir misol. Inson vafot etayotganda biron bir eng mutaxassis bir nimalarni chaqiradimi? Deb qarasa, qaysi dunyoviy sohada kim bo'lishidan qat'iy nazar, shu ozgina hayotini nima qilish saqlab qolarmikin, shu sababchi bo'lib qolarmikin deb chaqirsa, tabib chaqiradi xolos. Ya'ni boshqa bir har qanaqa sohadagi eng zo'r mohir kompyuterchini ham, boshqani ham hech kim chaqirmaydi. Dunyoviy ilm tugaydi, bo'ldi. Erta oxiratga yaqin qolganda shuncha ko'proq domlarni olib keltiradi, dam soldirmoqchi bo'ladi, boshqa qildirmoqchi bo'ladi va hokazo. Aytmoqchi bo'lgan bu ilm, shar'iy ilm foydasi dunyoda ham, oxiratda ham. Keyin qarang, shar'iy ilmlarning orasida ham asosiy ilmlar bor, ya'ni yordamchi ilmlar bor. Asosiy ilmlar shu Qur'on sunnat ilmi, aqida, fiqh, masalan, va hokazo. Mana bular asosiy ilmlar. Endi qo'shimcha ilmlar bor. Til o'rganish, nahv, sarf va hokazo, usul fiqh, mustalah al-hadis bularning hammasi qo'shimcha ilmlar. Ya'ni shu ilmlarni o'rganishda ham iloji boricha inson nima qilmaslik kerak? Asosiy ilmga asosiy vaqtini sarflab, u nima qilmaslik kerak? Shu vasila bo'lgan ilmlardan qolib ketmaslik kerak. Ulumul vasail. Ba'zilar masalan nahvni biron bir qoldirmay nahv kitoblarini o'qib chiqaman deydi. Agar butun umringizni sarflasangiz ham ketib qoladi o'sha ilmda. To'g'ri, kimlardir mutaxassis bo'lib shu sohada men xizmat qilaman desa, mayli, lekin umumiy olganda baribir undan keraklicha olib, qolgan ilmlardan asosiy bo'lgan ilmlar bilan, Qur'on sunnat ilmi bilan mashg'ul bo'lish kerak. Keyin qarang, shar'iy ilm bo'ldi, manfaatli ilm deganimi? Ya'ni hozir ilman nafiyan, diniy ilm so'rayman degani bo'ladimi? Desa, yo'q, o'sha shar'iy ilm ham foydali bo'lish uchun inson o'sha ilmni xolis Alloh uchun o'rgangan bo'lish kerak va o'rgangan ilmiga amal qilish kerak. Shunda foydali ilm bo'ladi.
foydali ilm bo'ladi. Shuning uchun Sindi rahimahulloh Ibn Mojaga yozgan hoshiyasida nafi'an, ya'ni foydali ilm deb qanaqa ilm foydali deyiladi? Ay bil amali bihi deydi. Ya'ni amal qilingan ilm. Ya'ni bir ilm o'rganilsa, unga amal qilinsa, mana bu endi foydali ilm deyiladi. Fa yakunu hujjatan li, va bu meni foydamga hujjat bo'ladi, la alay zararimga emas deydi. O'sha manfaatli ilmni ham, diniy ilmni ham faqatgina ma'lumot uchun o'rganilsa, ki unga amal qilinmasa, bu foydali ilm deyilmaydi. Bu o'zini zarariga hujjat to'playotgan bo'ladi. Shuning uchun ulamolar asosan bu yerda ya'ni ilm deganda shar'iy ilm, endi uni foydali bo'lishi, amal qiladigan ilm berishini so'ragan Allohdan shunda. Ey Alloh, menga foydali ilm bergin degani, har bir o'rganayotgan narsamga amal qilishni o'zing nasib qilgin degan bir ma'no bor. Shundagina foydali bo'ladi o'rganayotgan ilmi. Hasan al-Basri endi hozir ilmga amal qilish, o'rgangan ilmiga amal qilish yoki eshitgan narsasiga amal qilish muhimligi haqida ba'zi salaflarning so'zini keltiramiz. Hasan al-Basri aytadi: "Al-ilmu ilman." Ikki xil ilm bor. Ilmun bil lisan, til ilmi bor, va ilmun bil qalb, qalb ilmi bor. Fa ilmul qalbi huwa al-ilmun nafi. Ya'ni ilm faqat tilda emas, qalbga yetib borsa, qalb ilmi mana bu manfaatli ilm degan. Ammo tildagi ilm faqat tilning uchida bo'lsa, qalbga kirmagan bo'lsa, ya'ni amal bo'lmasa, u hujjatullohi ala ibn Adam, bu odam farzandiga Allohning zarariga bo'ladigan hujjat bo'ladi, xolos. Faqat tilda bo'lsa ilm, lekin amal qilinmasa, qalbga singmasa bu ilm, bu o'zini ziyoniga hujjat bo'ladi. Jundub al-Bajali radhiyallohu anhu aytadilar: "Masalul ladzi ya'idu an-nas va yansa nafsahu." Odamlarga va'z nasihat qilib, lekin o'zini unutadigan kishi, ya'ni o'zi amal qilmaydigan kishi, mislul misbah, go'yoki chiroqqa o'xshaydi, shamga o'xshaydi. Yudi'u li ghayrihi, boshqalar uchun yoritib turadi, foydasi tegadi. Va yuhriqu nafsahu, o'zini o'zi u kuydirib, yondirib tugatadi. Ya'ni sham hozir boshqalarga foydasi tegadi, yoritib turadi, boshqalar uni yog'dusidan foydalanadi, lekin o'zi tamom bo'ladi, kuyib, yonib tamom bo'ladi. Demak, ilm faqat tilda bo'lsa, amal qilmasa, uni ilmidan boshqalar foydalanaveradi, lekin o'zi esa xuddi nimaga o'xshab o'zini o'zi yondirib kuydirayotgan bo'ladi, halok qilayotgan bo'ladi agar amal qilmasa deydi. Muoz ibn Jabal aytadilar: "I'malu ma shi'tum, i'lamu ma shi'tum an ta'lamu." Ya'ni xohlagancha ma'lumot olinglar. Falan yu'jirakumulloh bi'ilmin hatta ta'malu dedilar. Alloh taolo o'rgangan ilminglarga ajr yozmaydi, to unga amal qilmaguninglarcha. Qancha o'rgansanglar ham amal qilmaguncha Alloh ajr bermaydi degan. Sufyan Savri aytadilar: "Ma balagani an Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam hadithun qattu illa amintu bihi walau marra" deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan menga biron bir hadis yetgan bo'lsa, bir marta bo'lsa ham umrimda o'sha hadisga amal qilganman deydi. Buni ba'zi ahlimlar aytishadi, shu har bitta eshitgan hadisingizga hayotingizda bir marta bo'lsa ham amal qiling, o'sha hadis ahlidan bo'lib tirilasiz deydi. Shayx Usaymin rahimahulloh ham shunga o'xshash so'z aytgan deydi. Eshitgan hadisimni hammasiga amal qilishga harakat qildim, shu bitta hadisga amal qila olmadim. U nima desa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tuya bilan tavof qilgan, tuyani haramga olib kirtirmagan deydi. Unga ruxsat bermagan, davlat ruxsat bermagan, o'shani qila olmaganman. Ya'ni qolgan eshitgan hadisimga amal qilganman deydi. Shunga o'xshash ba'zi ahli ilmlardan ham kelgan. Hamma eshitgan hadisimga amal qilishga harakat qildim, shu bitta hadisga haligacha amal qila olmadim. U nima desa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkita ola-bo'la qo'chqor so'ygan ekan, shu bir vaqt o'zida ikkita hali ola-bo'la qo'chqor topmadim deydi. Izlab boshqa qilib qurbonlik qilganda ham shu hadisga amal qilish uchun hali topmadim bir vaqt o'zida deganlar. Va hokazo, ya'ni bu o'sha eshitgan narsasiga amal qilish qo'ldan kelgancha. Abdulloh ibn Muborak aytadilar: Sufyan as-Savriydan savol berishadi. Ilm talab qilgan afzalmi siz uchun, siz nazdingizda, yo amal qilgan yaxshiroqmi? Bu talib ilmlarga taalluqli masalan. Bo'ldi, o'qishimiz kerakmi yoki amal ham qilishimiz kerakmi? Qaysi biri afzal? Deganda innama yuradul ilmu lil amal dedi. Ilm shu amal uchun o'rganiladi. Ilm amal uchun o'rganiladi. La tada' talabal ilmi lil amal, amal qilaman deb ilmni tashlab qo'ymagin. Xuddi shunday la tada'il amal li talab ilm, talab ilm qilaman deb amalni ham tashlab qo'ymagin. Ba'zi ustozlarimiz misol keltirgan edi. Masalan, 10 qavat, 5 qavat imorat qurmoqchi bo'lsangiz, faqat oshxonani qurib chiqib, keyin hammomni, keyin masalan boshqa yotoqxonalarni, keyin boshqalarni qurmaysiz-ku. Ya'ni birinchi qavatdan boshlab hammasini birdek olib ketasiz. Oshxonasini ham, yotoqxonasini ham, boshqasini ham qurib olib, keyin ikkinchi qavatga o'tasiz, keyin uchinchi qavatga o'tasiz. Xuddi shunday
Ya'ni ilm olib turib keyin amal qilaman desangiz, ilm tugamaydi. Ilm tugamaydi, nihoyasi yo'q. Demak, ilmni deb amalni tashlab qo'yma, amal qilaman deb ilmni ham tashlab qo'yma, ikkalasini barobar olib ketgan deganlar. Sha'biy aytadilar: jannat ahli jannatdan turib do'zaxdagilarga qarar ekan, "Malakum finnar." Sizlarga nima bo'ldi do'zaxdasizlar? Axir kunna na'malu bima tu'allimuna. Ay bima tu'allimunana bo'lsa kerak, ya'ni shu sizlar bizlarga o'rgatgan narsa bilan amal qilardik-ku. Ya'ni bu jannatga kirgan, jahannamdagilarni ko'rib hayron qolyapti, sizlar ne jahannamdasizlar? Axir biz amal qilgan narsamiz sizlardan o'rganib amal qilgandik-ku. Desa, fa yaquluna inna kunna nu'allimukum va la na'mal bihi. To'g'ri, biz sizlarga o'rgatardik, lekin o'zimiz amal qilmasdik deb javob berar ekan jahannamdagilar deydi. Yana Sha'biy aytadilarki, kim ilmni amal qilish uchun o'rgansa, Alloh tavfiq beradi unga. Kim ilmni amaldan boshqa niyatda o'rganib talab qiladigan bo'lsa, yazdadu bil ilmi fakhra, ilm o'rganishi bilan faqat kibri ziyoda bo'ladi xolos. Odamlardan maqtanishi, faxrlanishi, diplom olganman, o'qiganman deb turib, o'sha ilm olganman deb faxrlanishi ziyoda bo'ladi xolos degan. Ya'ni gunoh ustiga gunoh bo'ladi. Ilmga amal qilmaslik bir gunoh bo'lsa, u sababli faxrlanishi, kibr qilishi va alohida yana gunoh bo'ladi. Yana aytadilarki, Sha'biy, agar ilmni amal qilish uchun talab qilgan bo'lsang, kasarakal ilm deydi. Ilm sizni o'zi kamtarin qilib qo'yadi. Va idza talabtahu li ghayri al-amali bihi, amal qilishdan boshqa maqsadda o'rganilgan bo'lsa, bilingki bu inson mutakabbir bo'lib boraveradi. Ya'ni faxrlanib mutakabbir bo'lib ketaveradi. Mana bu ilm olib odamlarga kamtarin bo'lish o'rniga mutakabbir bo'layotgan odam, demak u boshdan bosh o'zi nima uchun o'rganmagan, ilmni amal qilish uchun o'rganmaganligining bir alomati deydi. Abu Aliya aytadi: gohida bir necha kun safar qilib borardim bir kishidan hadis eshitish uchun, ilm olish uchun. Lekin ilm olishdan oldin, hadis eshitishdan oldin namozni kuzatardim. Shu birovdan ilm olish uchun borsam, bir necha kunlik safar qilib namozini kuzatardim. Agar namozni yaxshi o'qiyotganini ko'rsam, aqamtu alayh, bo'ldi qolib dars olardim o'shandan deydi. Agar namozga beparvoligini ko'rsam, bo'ldi undan hadis eshitmasdim, qaytib ketardim. Namozga beparvo bo'lgan odam boshqa amallarga ba'zi zoya qiladi deb undan hadis eshitmasdim, qaytib ketardim deydi. O'sha ilm olayotganlarda ham shu qanchalik u ustozi amal qiladi yo'q, o'sha narsaga e'tibor qilishgan. Ibn Sammak aytadi: "Kam min shay'in idza lam yanfa' lam yadur." Ya'ni qanchadan qancha narsalar bor, foyda bermagani bilan zarari yo'q. Ya'ni to'g'ri manfaati ham yo'q, lekin zarari ham yo'q. Lekin ilm agar foyda bermasa biling u zarar qiladi. O'rganayotgan ilmingiz foyda bermayaptimi? Bilingki u zarar qiladi. Yani boshqa narsalarga o'xshab nima emas, foydasi bo'lmaganga yarasha zarari ham yo'q deydigan narsa emas, balki u zarari bor, chunki qancha o'rgansangiz va amal qilmasangiz o'zingizda o'sha aytganimizdek zanaringizga hujjat yetgan bo'lasiz. Xo'p, ikkinchi so'ragan narsa nima? Va rizqon tayyiba, halol rizq so'radilar. Demak, bunda ham rizq ikkiga bo'linishi, halol, harom bo'lishligi, tayyibdan maqsad o'sha pokiza, halol rizq so'rayaptilar. Demak, rizqdan poki bor, nopoki bor, haloli bor, haromi bor tushuniladi. Mulla Ali Qori Mirqot al-Mafatihda o'sha rizqon tayyiban, pokiza rizq so'rayman deganni, ya'ni halol rizq so'rayman deb tafsir qilganlar. Rizqon halalan deb. Bu ham muhim. Ya'ni inson luqmasiga e'tibor berish. Ya'ni aksar odamlar nima bilan mashg'ul desangiz, shu rizq talabida, bola chaqa boqish uchun rizq talabida, ertalabdan chiqib ketib kechqurun qaytib keladi, shu rizq talabida. Agar shu narsa halol bo'lmasa, u o'zi ham harom yeb qo'yadi, bolalarga ham haromni yediradi, oilasiga ham haromni yediradi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ertalabdan turib rizqon tayyiban, halol rizq so'rayman deb so'raganlar. Imom Buxoriy rahimahulloh sahihlarda rivoyat qiladi. Shunday bir payt keladi, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan keladi bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ya'ti 'alan-nasi zaman." Odamlarga shunday bir payt keladi, la yubalil mar'u ma akhadha minhu, amin al-halali am min al-haram. Odamlar parvo qilmay qo'yadi. Haloldan topdimi, haromdan topdimi? Aynan hozirgi paytdagidek. Qilayotgan ishi bu shubhali yoki kamida shubhali desangiz yoki harom desangiz ham, boshqa desangiz ham bir fatvo topib boshqa qilib bor deganlar bor-ku deb, ular haloldan topyaptimi, haromdan topyaptimi e'tibor qilayotgan yo'q. Shu onsongina pul topsa bo'ldi. O'shanga nima qilib olingan? O'tib olingan. Bu o'sha qiyomat alomatlaridan biri. Xo'p, haromdan topadigan bo'lsa, buni zararlaridan biri insonni qilayotgan duolari ijobat bo'lmaydi. Agar inson topayotgan moli haromdan bo'lsa, uni qilayotgan duolari ijobat bo'lmaydi. Ibn Rajab rahimahulloh aytadilarki: "Aklul harom, shurbuhu va libsuhu va tag'zi bihi." Harom yesa, harom ichsa, haromdan kiysa
haromdan ozuqalansa, bu uning duosi ijobat bo'lmasligiga sabab bo'ladi deb turib, keyin nimani keltirgan? O'sha mashhur hadis. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Ey insonlar, Alloh taolo pokizadir, faqat pokiza narsanigina qabul qiladi. Alloh taolo mo'minlarni payg'ambarlarga buyurgan narsaga buyurdi" deb turib, "Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat", ey payg'ambarlar, faqat pokiza narsalardan yeylar. "Wa'malu solihan", va solih amal qilinglar. "Inni bima ta'maluna alim", men sizlar qilayotgan ishlardan biluvchi xabardorman degan oyat o'qiydilar. "Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum", iymon keltirganlar, rizq qilib bergan narsani pokizasidan yeylar degan oyatni o'qiydi. Keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam uzoq safarga chiqqan kishini soch soqoli chang bo'lgan qo'llarini osmonga ko'tarib ya rob deb duo qiladi. Vaholanki uni yegani harom, ichgani harom, kiygani harom, harom bilan ozuqalangan. Va kayfa yustajabu lidalik yoki anna yustajabu lidalik, unda duosi qanday ijobat bo'lsin deganlar. Bu bir tomoni. Ikkinchi tomoni, hali qiyomatda javob berish bor. Ya'ni agar rizq halolidan topmasangiz, qiyomatda albatta hisobini berasiz. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yusala an umrihi fima afna." Ya'ni qiyomat kuni insonning qadami jilmaydi to to'rtta narsadan so'ralmaguncha deb. Shulardan biri umrini nima narsaga sarfladi, ilmini nima narsada ilmiga amal qildimi yo'qmi, yuqoridagi masala. Ya'ni ilmiga amal qildimi, qilmadimi, va molini min ayna iktasabuhu va fima anfaqahu. Moli haqida ikki jihatdan so'raladi. Qayerdan topdi, qayerga sarfladi. Faqatgina topish emas, bu yoq sarflash ham. Bo'ldi, haloldan topdim degani xohlaganda ishlataman degani emas. Qayerdan topdi, qayerga sarfladi, shundan so'raladi. Va an jismihi fima ablah, va jismi, tanasi haqida so'raladi, uni nimaga ishlatganligi haqida. Shu yerda endi ba'zi salaflarning gapidan keltirsak, harom mol yeyishdan ogohlantirish haqida. Endi Abdulloh ibn Abbos aytadilarki, Alloh taolo ichida, ya'ni haromi bor bo'lgan kishini namozini qabul qilmaydi. Ya'ni ichida, qornida harom narsa yegan kishini namozini qabul qilmaydi degan ekanlar. Ya'ni bu yerdaga qabul qilmaslik qaysi ma'noda? Savob bermaydi. Ya'ni mabodo bir harom narsa bilan ozuqalangan kishi bu namoz o'qimasa bo'lar ekan, chunki bu qabul bo'lmas ekan degani emas bu, lekin ajrini olmaydi degani. O'qiyotgan namozlarning ajrini olmaydi degani. Va Ibn al-Ward aytadi: "Law qumta maqama hadhihi as-sariya." Bir ustunni ko'rsatib, mana shu ustun turganchalik turib namoz o'qisang ham deydi. Yani ustun odatda modomki imorat bor ekan, ustun turadi. Shu ustun qimirlamasdan qanday turgan bo'lsa, ya'ni shu darajada qiyomda turib namoz o'qisang ham deydi, bu foyda bermaydi to ichingga kirayotgan narsa halol haromligiga e'tibor bermaguningcha deydi. Yusuf ibn Asbat aytadi: agar yigit ibodatga kirishsa, shayton sheriklarga aytar ekanki, u qayerdan pul topib yeyapti, shunisiga bir qaranglar. Agar haromdan topib yeyotgan bo'lsa, bo'ldi, qo'yib beraveringlar. Qancha ishtihod qilsa qilaversin. Bo'ldi, o'zi haromdan topayotganligi kifoya qiladi bu ibodatlar baribir qabul bo'lmasligiga. Uni ya'ni yo'ldan urishni hojati yo'q. Haromdan topayotgan bo'lsa, shuni o'zi kifoya der ekan. Ya'ni fa inna ijtihadahu ma akli al-haram la yanfa'uhu. Chunki uni harom yeb turib ibodatda ijtihodli bo'lishi unga foyda bermaydi der ekan deydi. Imom Zahabiy uni Kaboirda keltirgan. Ibrohim ibn Adham aytadilar: luqmangizni halol qiling, u yog'iga tahajjud o'qiy olmasligingiz, kunduz kuni nafl ro'zalar tuta olmasligingizni zarari yo'q. Ya'ni tahajjud o'qiy olmasangiz ham, lekin kunduz ro'za tuta olmayotgan bo'lsangiz ham, asosiysi luqmangizni halol qiling deyilyapti. Umar ibn Abdul Aziz aytadi: "Laysa taqvalloh bi siyamin nahar." Allohdan taqvo qilish kunduzgi ro'zalarni tutish, kechasi qoyim bo'lish bilan emas. Va taxlid fima bayna zalik. Ya'ni undan boshqa ishlarda halol haromga e'tibor bermasdan faqatgina shu kunduz ro'za tutib kechasi namoz o'qishda emas. Lekin haqiqiy taqvo, Allohdan taqvo qilish, bu Alloh harom qilgan narsani tark qilish, Alloh buyurgan narsalarni ado qilish. Faman ruziqa ba'da zalika khayran. Endi kimdandir undan tashqari nimadir yaxshilik berilgan bo'lsa, u yaxshilik ustiga yaxshilik, nur ustiga nur degan. Umar ibn al-Xattob aytgan ekanlar: "Biz riboga tushib qolishdan qo'rqib, halolni ham 10dan 9dan chetlandik" degan. Shu darajada ehtiyot bo'lganligidan o'zi halol. Halolni 10tasini 9tasidan chetlandik. O'shanda ham ribo bor degan bir xavf bo'lganligi uchun. Aslida u halol, lekin ribo bo'lish xavfi ozgina bo'lsa ham o'sha narsadan chetlanardik dedilar. Hozir ba'zilarda aksi bo'lib qolganda, ya'ni 99% ulamolar harom deb tursa ham, ba'zilar halol deganini olib turib, bo'ldi, bor deganlar bo'ladi deganlar bor ekan deb qilib ketilyapti-da masalan.
ochiq bir shubha bo'lgan masalalarda, boshqalarda. Ibn Moja rahimahulloh sunanlarda keltirgan, Jabir ibn Abdulloh rivoyat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Ya ayyuhan nas ittaqulloh va ajmilu fit talab." Ey insonlar, Allohdan taqvo qilinglar, chiroyli rizq talab qilinglar. Ya'ni fa inna nafsan lan tamut hatta tastawfi rizqaha. Biron bir jon o'lmaydi to rizqini to'liq olmaguncha. Va in abta'an, agar kechiksa, ya'ni kechikadiki, o'sha rizqini to'liq olmay ketmaydi dunyodan. Shunday ekan, fattaqulloh va ajmilu fit talab. Allohdan taqvo qilib, chiroyli rizq talab qilinglar. Xudu ma halla va da'u ma harum. Haloldan olinglar, haromdan chetlaninglar. Ming o'sha shubhali, harom bo'lgan narsaga kirganingiz bilan Alloh sizga yozgandan tashqarisini ololmaysiz. Ya'ni ba'zi ustozlarimiz keltirardi. Shu narsani Alloh sizga rizq deb bitgan bo'lsa, to'g'ri yo'l bilan olsangiz ham olasiz, aylanib harom yo'l bilan olmoqchi bo'lsangiz ham olasiz. Bo'ldi, Alloh baribir ming harom yo'l bilan olaman deb turib, Alloh yozganidan, kitobat qilganidan ortiqchasini baribir olmaysiz. Gunohkor bo'lganingiz qoladi. Aylanib yutib o'sha harom yo'l bilan olaman deganingizda harom yo'l bilan olganingiz qoladi, xolos. Ya'ni shuning uchun fattaqulloh va ajmilu fit talab. Allohdan taqvo qilib, chiroyli rizq talab qilinglar. Ya'ni shariatga muvofiq rizq talab qilinglar deyiladi. Uchinchi so'ragan narsa nima? O'zi dargohingda qabul bo'ladigan amal so'rayman deyilgan. Amal qabul bo'lish uchun nima shart? Ixlos bilan bo'lish kerak, shariatga muvofiq bo'lish kerak qilayotgan amalimiz. Demak, bitta qisqacha endi hozir amal qabul bo'lishi uchun hozir qabul bo'ladigan amal deyildi. Hop, amal qachon qabul bo'ladi? Aslida amalni qabul bo'lganini bilamizmi, yo'qmi? Alloh biladi. Biz amalni qilamiz, lekin Alloh qabul qildimi yo'qmi, buni Alloh biladi. Hech kim g'aybdan xabar berib, falonchani amali qabul bo'ldi deb ayta olmaydi. Ya'ni o'zimiz birov haqida, o'zimiz haqimizda amalimiz qabul deb ayta olmaymiz. Bu g'aybiy narsa. Lekin shartlari bor. Shu shartlarini bajargan kishi umid qilinadi amali qabul bo'lishligi. Alloh amalni qabul qilishiga umid qilinadi, shartlar nima qilinsa, bajarilsa. Shartlar bajarilmasa, o'zi boshdan bosh qabul emas deb ayta olamiz. Chunki shart bajarilmadi. Ammo bajarilgan odamniki inshaalloh qabul qilinadi deb umid qilinadi. Hop, bu shartlar nima? Ba'zilar 3 ta shart deb zikr qiladi, ba'zilar 2 ta deb. Ikkala olimlarning gapi ham to'g'ri, bir-biriga qarama-qarshilik yo'q. Ya'ni 3 ta deganlar iymon shartini qo'shadi. Iymon shartini qo'shadi. 2 ta deganlar o'zi gap mo'min haqida ketyapti. Iymon shartini qo'shishga hojat yo'q deydi. Ya'ni iymon aslida shart. Ya'ni kofir bo'lgan kishi yoki mushrik, kofir iymon keltirmay turib nima amal qilmasin, Alloh qabul qilmaydi baribir. Ya'ni birinchi shart inson mo'min bo'lishi kerak amali qabul bo'lishi uchun. Iymoni bo'lmasa, uni qilgan amallari nima foyda bermaydi. Alloh subhanahu va taolo qadimna ila ma amilu min amal, biz ularning qilgan amallariga kelib nima faja'alnahu haba'an mansura, uni bir to'zgan changni qilib yubordik deydi. Hech narsaga foyda bermaydi qiyomatda ularga. Oysha onamiz rivoyat qilgan hadisda Sahih Muslimda keladi. Ya Rasululloh, Ibn Jud'an degan kishi jahiliyatda silay rahim qilardi, yut'amul miskin, miskinlarga taom berardi. Fa hal zaka nafi'uhu, foydasi bo'ladimi unga? Mushrik bo'lib ketgan, lekin o'ta odamlarga nima yaxshilik qilgan kishi bo'lgan, saxovatli kishi bo'lgan, silay rahim qilgan, miskinlarga taom bergan. Hatto ba'zi rivoyatlarda keladi, tuyadan turib bemalol ola oladigan darajada katta qozonlarda taom pishirib tarqatgan xalqqa. Shu darajada saxovatli kishi bo'lgan deydi. Shu foydasi tegadimi deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la yanfa'uhu deydi. Qilgan yaxshilikdan birorta foydasi tegmaydi. Innahu lam yaqul yawman robbi ighfir li khati'ati yawmiddin. Biror kun Alloh taoladan yolvorib, ey Robbim, gunohimni kechgin deb so'ragan odam emas u deydi. Ya'ni musulmon bo'lmagan. Gunohimni kechgin ey Robbim deb so'ragan odam bo'lmagan u. Demak, mo'min kishi bo'lmasa o'zi qabul qilinmaydi. Endi 2 ta shart deganlar mo'min kishining haqqida gapirilyapti degan. Ya'ni mo'min kishi bo'lib turib, endi uni amali qabul bo'lishi uchun, ya'ni iymon sharti topib, mo'min kishida iymon sharti topiladi. Shuning uchun sharti 2 ta deganlar gap mo'minlar haqida ketyapti deb turib, 2 ta degan ixlos va sunnatga muvofiq bo'lishi. Ya'ni xolis Alloh uchun qilingan bo'lsa Alloh qabul qiladi. Bu bitta shart. Va ikkinchisi shariatga muvofiq bo'lishi kerak. Ya'ni qilinayotgan amalimiz, ibodatimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatib bergan sunnatga muvofiq tarzda ado qilingan bo'lsa, shunda qabul qilinadi deyiladi. Ya'ni boshqacha ibora bilan aytganda, birinchi shartga zid amal nima? Riyo. Amalni xolis Alloh uchun emas, riyo qilib qilsak, Alloh qabul qilmaydi buni. Ikkinchi shartga
zid amal bid'at. Sunnatga muvofiq emas, bid'at bo'lgan, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatib bermagan bir ibodatni o'ylab topib, shu bilan Allohga ibodat qilamiz desak, Alloh buni ham qabul qilmaydi. Alloh subhanahu va taologa olib boruvchi hamma yo'llar yopiq, illo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llari. Shu yo'l orqali Allohga yetib boriladi. Undan boshqa yo'llar bilan, ya'ni o'zicha o'ylab topgan ibodatlar bilan Allohga yetishilmaydi. Ya'ni Alloh taologa boradigan yo'l faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqali, shu zotning sunnatlari orqaligina yetib boriladi. Bu ikkita shartga bitta oyatdan dalil Kahf surasida "Faman kana yarju liqa'a rabbih" kim Robbisiga yo'liqishni umid qilsa, falyamal amalan solihan, solih amal qilsin, va la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Robbisining ibodatida biron bir kimsani yoki biron bir narsani sherik qilmasin deyildi. Demak, Robbisiga yo'liqishdan umidi bo'lsa, ya'ni oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, nima qilsin? Falyamal amalan solihan, solih amal qilsin. Solih amalni nima deyishgan? Sunnatga muvofiq deyishgan. Sunnatga muvofiq, ya'ni bid'atdan cheklangan holatda solih amal qilsin, va la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Robbisining ibodatida birontani sherik qilmasin degani, ya'ni riyo qilmasdan xolis Alloh uchun qilsin degani. Bu ixlos shartiga dalil. Demak, va la yushrik bi ibadati rabbih ahada ixlos shartiga dalil. Falyamal amalan solihan bu sunnatga muvofiq bo'lish kerakligiga dalil bo'ladi. Ibn Kasir rahimahulloh shu oyatning tafsirida aytganlarki, o'sha falyamal amalan solihan, solih amal qilsin degani, ya'ni shariatga muvofiq qilsin degani. Va la yushrik bi ibadati rabbih ahada, Robbisining ibodatida biron narsani sherik qilmasin degani. Vallazi yuradu bihi vajhulloh, Allohning yuzini istab qilsin. Va bu qabul bo'ladigan amalning ikkita rukni degan. Ikkita rukni, ya'ni amal xolis bo'lishi kerak va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shariatga muvofiq bo'lsagina shu ikkita shart topilsa, Alloh taolo amalni qabul qiladi degan. Qarang, shu ikkita shart topilsa nima qilinadi? Inshaalloh Alloh amalimni qabul qiladi degan umid bo'ladi insonda. Endi lekin nima qilib qolmaslik kerak inson? Xotirjam bo'lib qolmaslik kerak. Alloh amalimni qabul qilmagan bo'lsa-chi degan xavotir ham bo'lish kerak mo'min kishida. Ya'ni mo'min kishi bu narsadan xotirjam bo'lmaydi. Bo'ldi, men amalni qilib qo'ydim. Alloh oldida ajrini olaman, savobini olaman degan narsada xotirjam bo'lmaydi. Qabul qilmay qo'ysa-chi degan xavf mo'min kishida bo'lish kerak. Ba'zi salaflarni nimasidan keltiramiz bu haqdagi so'zlarini. Abdul Aziz ibn Abi Rawat aytadi: Men shunday qavmni uchratdim, adraktum yashtahiduna fil amali solih, solih amalni qilishga o'ta ijtihod qilishardi. Fa idza fa'aluhu, solih amalni qilgandan keyin ular bir g'amga tushib qolardi. Ayuqbal minhum amla, ya'ni Alloh qabul qildimi, qilmadimi degan bir qo'rquv bo'lardi deydi. Abu Dardo aytadi: Agar Alloh taolo bitta bo'lsa ham namozimni qabul qilganligini aniq bilsam, u men uchun butun dunyodan afzal. Chunki Alloh taolo innama yataqabbalulloh minal muttaqin. Alloh taolo faqat taqvodorlardangina qabul qilaman degan. Bilmayman qabul bo'ladimi yo'qmi? O'zimni taqvodor deb ayta olmayman. Alloh taolo taqvodorlardan qabul qilaman degan. Agar bitta namozim bo'lsa ham qabul bo'lganda edi, men uchun dunyodan yaxshi derdi. Ali ibn Abi Talib ham aytadi: Kunu liqabulil amal ashadda ihtimama minkum bil amal. Ya'ni amaldan ko'ra amalni qabul bo'lishiga ko'proq e'tibor beringlar. Ya'ni amal qilishga hamma ham qilaverishi mumkin. Hamma ham demasak ham ko'pchilik qilaverishi mumkin amalga, lekin uni qabul bo'lishiga ko'pchilik e'tibor bermasligi mumkin. Bu tomonga e'tibor beringlar, qabul bo'lishiga ko'proq e'tibor beringlar. Ya'ni yuqoridagi ikkita shart topilishiga ko'proq e'tibor beringlar. Amalni qildim deb emas, amaldagi ikkita shart topildimi yo'qmi, ixlos bilan qilyapsizmi, sunnatga muvofiq qilyapsizmi yo'qmi, shu tomonga ko'proq e'tibor qaratinglar deganlar. Chunki Alloh taolo innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Chunki Alloh taolo faqat taqvodorlardangina qabul qilaman degan deydi. Amir ibn Abdullah vafotidan oldin yig'lagan ekan. Yonidagilar nega yig'laysiz? Siz falon ishlarni qilgansiz, falon ishlarni qilgansiz deb uni o'sha solih kishi bo'lishligi bilan qilgan yaxshi amallarni eslatib, "Nega yig'layapsiz?" deganda, chunki Alloh taolo faqat taqvodorlardan qabul qilaman degan. Bilmayman, qilgan amallarim qabul bo'ldimi, yo'qmi bilmayman deb yig'layapman degan. Ba'zi salaflar Ramazonning oxirgi kechasi qaniydi bilsaydim, manil maqbulu fanuhannihu. Alloh kimni qabul qildi-yu bu oyda ibodat qiladi. Ko'pchilik Ramazonda roza tutadi, tahajjudlar o'qiydi, qiyomda turadi, lekin oyning oxirida hammani ham Alloh qabul qilmaydi shu turganlarni. Demak, shu oxirida aytar ekan: "Ey Alloh, qaniydi bilsaydik kimni Alloh qabul qildi-yu, uni tabriklasak. Kimni Alloh amalini rad qilib qabul qilmadi-yu, unga ta'ziya bildirsak." deyishar ekan. Yahyo al-Ghassani aytadi: Bir kishi, ya'ni bir tilanchi Abdulloh ibn Umarning oldiga keldi deydi. Shunda o'g'liga qaratib Abdulloh ibn Umar bitta dinor berib deydi. Keyin bitta dinorni beradi. Tilanchi ketgandan keyin
o'g'li aytadiki, ey ota, Alloh qabul qilsin sadaqangizni deydi. Shunda Abdulloh ibn Umar aytadiki, agar Alloh mendan bitta sajdani yoki bitta bir dirham sadaqamni qabul qilishini bilganimda, o'limdan ko'ra yaxshiroq narsa bo'lmasdi men uchun. Alloh kimdan qabul qilishini bilasanmi deb turib, Alloh faqat taqvodorlardan qabul qilaman degan deb, ya'ni xotirjam bo'lib qolmayapti. Hatto Abdulloh ibn Umardek sahoba ham xotirjam bo'lmayapti. Yunus aytgan ekan, Hasan Basri aytdi deydi. Hasan Basridan naql qilyapti. Hasan Basri aytgan ekanlarki, biz-ku bemalol majlislarda kulib o'tiramiz, lekin Alloh taolo bizning amalimizga qarab birorta amalingni qabul qilmayman degan bo'lsa-chi deydi. Qilayotgan amalinglarning birortasi men nazrimda maqbul emas desa. Shavkani rahimahulloh aytadi, Nail Awtar kitobida, kullu amalin ghayru mutaqabbal it'abun lin-nafsi fi ghayri ta'il. Ya'ni qabul qilinmagan har qanday amal inson o'zini o'zi charchatgan qoladi xolos. Ya'ni shuning uchun Alloh uchun amal qilmayotgan bo'lsangiz, dunyo uchun bo'lsa o'zingizni charchatmang. Ya'ni baribir Alloh qabul qilmaydi uni. Yoki sunnatga muvofiq qilmayotgan bo'lsangiz, o'zingizni charchatmang, Alloh uni qabul qilmaydi. Ya'ni inson o'zini charchatgan qoladi va shu bilan qutulsa mayli. Ya'ni o'zini charchatibdi, foydasi chiqibdi. Yo'q, u riyo qilganligi uchun yoki bid'atga amal qilganligi uchun jahannamda buni javob berish ham bor. Shuning uchun ba'zilar so'raydi. Masalan qarang, Arafa ro'zasi nima va'da qilingan? Arafa ro'zasiga 2 yillik gunoh kechiriladi. 1 yil o'tgan, 1 yil oldingi keyingi gunoh kechiriladi deydi. Xo'p, nimachi? Ashura kuni 1 yillik o'tgan gunoh kechiriladi. Xo'p, o'zi 1 yillik o'tgan gunoh Arafa masalan Muharram tutish bilan kechirilgan bo'lsa, Arafada undan oldingi yil kechiriladi deb, nima kechiriladi o'zi kechirilib bo'lgan bo'lsa deb ba'zilar shunga savol beradi. Kim aytdi sizga o'sha tutgan ro'zangizni Alloh qabul qilib kechirdi deb? Masalan, bu Allohning fazli, masalan buni tutsangiz kechiriladi, buni ham kechiriladi deyish, bunga o'xshagan savollarni berishning hojati yo'q, chunki hech kim nima qila olmaydi. O'ziga o'zi kafolat berib, meni o'sha tutgan ro'zam qabul bo'ldi, kechirilib bo'ldi deb ayta olmaysizda. Demak, yana go'yoki Alloh taolo sizga yana bir imkoniyat berayotgan bo'ladi bu ro'zani tutish bilan. Unisini qabul qilmagansa, bunisini qabul qilar Alloh taolo. Masalan, umid qilib inson nima qiladi? Tutadi. Ya'ni bunga o'xshagan e'tirozlar bildirilmaydi. O'zi kechirilib bo'lgan bo'lsa u gunohlar yana nimasiga kechiriladi keyingi ro'zani tutish bilan deb masalan. Xuddi shunday o'sha 5 vaqt namoz, Ramazondan Ramazongacha ro'za tutish, jumadan jumagacha har hafta jumani o'qish, o'zini orasida qilingan gunohlarga kaforat bo'ladi. Bo'ldi, shu namozimni o'qisam, ro'zamni tutsam, jumaga borsam bo'ldi ekan, xohlagan gunohimni qilib yuraveraman, baribir kaforat bo'lib ketar ekan deb inson xotirjam bo'lmasligi kerak. Qayerdan bilasiz? Siz o'qiyotgan namozlarimizni Alloh qabul qilib kechiryaptimi, yo'qmi hali? Bilmaymiz, qabul bo'layotgan bu, ya'ni bu Alloh qabul qilib qilayotgan amallarimizni qabul qilsa ekan, keyin kechiriladi, ya'ni bu gunohlar. Bo'lmasa hech kim kafolat bera olmaydi, bo'ldi men nimam qabul qilindi deb. Endi e'tibor bersangiz, 3 ta narsani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'radilar. 3 ta narsa so'radilar. Manfaatli ilm va halol rizq hamda qabul bo'ladigan amal. Hop, bu 3 ta narsani shu tarzda tartib qilishning hikmati nima? Nima sababdan aynan birinchi so'raganda foydali ilmni so'rab, keyin halol rizq, keyin qabul bo'ladigan amalni so'rayapti deyilsa, ya'ni buni hikmati, ya'ni avvalgisi birinchi so'ragan narsasi keyingi 2 ta narsa avvalgisiga bog'liq. Shuning uchun birinchi ilmni so'raganlar. Ya'ni hozir foydali ilm so'radi. Rizqni halol haromini nima bilan ajratamiz? Ilm bilan. Xuddi shunday shu amalni qachon qabul bo'ladi, bo'lmasligi, buni shartlarini bilish va hokazo, bunga ham ilm kerak. Shuning uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallam birinchi bu ilmni so'rayapti. Ilman nafi'an deb, foydali ilm bergin deb so'rayapti. Undan keyin rizqni so'radi. Chunki halol rizqni nimaga ta'siri bor? Amalni qabul bo'lishiga ham nima ta'siri bor? Qaysi ma'noda? Yuqorida aytdik-ku. Ba'zi salaflar nima dedi? Agar ichiga nima kirayotganligiga e'tibor bermasa, ustunchalik o'rnidan jilmasdan ibodat qilsa ham unga foydasi yo'q dedi. Foydasi yo'q degani qanday? Ajrini olmaydi. Demak, o'sha amal qabul bo'lish uchun ham, savobini Allohning oldida olish uchun luqma halol bo'lishi kerak. Shuning uchun rizqon tayyiban, halol rizq so'rayman dedi. Keyin ortidan va amalan mutaqabbala, Alloh nazdida qabul bo'ladigan amal so'rayman deb, keyin amalni oxirgi so'ragan narsalarning oxirida zikr qilindi deyilyapti. Keyin e'tibor bering, bu 3 ta narsani aynan bomdoddan keyin so'rashdi. Hikmati nima? Bomdoddan keyingi zikr bu. Bomdod namozidan keyingi aytiladigan zikr duo. Go'yoki bunda mo'min kishiga eslatma bor.
Alloh taolodan shu 3 ta narsani so'rash bilan har kunlik mo'min kishining rejasida shu 3 ta narsa bo'lishi kerak. Shu 3 ta narsa bo'lishi kerak. Ya'ni kundalik har kimning rejasi bor o'zini. Ya'ni uyqudan turadi, masalan, mo'min kishi namozini o'qiydi, masalan, undan keyin ishga boradigan ishga boradi va hokazo, rizq topish uchun hokazo. Aytilmoqchi bo'lgan narsa shu reja, kunlik rejangizda shu 3 ta narsa bo'lsin. Ilm uchun oz bo'lsa ham vaqt ajrating. O'sha rizq, halol rizq topamiz deb g'oliban vaqtimizni ko'p shunda o'tadi o'zi. Masalan, ko'pchilik shunga o'zi muhtoj bo'ladi, sharoit ham shunga o'zi majbur qiladi, ertalab chiqib ketib kechqurun rizq topishga, chunki bu ham Alloh farz qilgan halol rizq topib nima qilishga. Keyin Allohning oldida o'sha qabul bo'ladigan bir amal qilish, nima qilsamkin bugun, mayli, farz qilgan amallarni usiz ham qilishimiz kerak. Lekin yuqorida ikkita shartga e'tibor berish kerak. Ixlos bilan xolis qilyapmizmi yo'qmi? Bunga e'tibor berish kerak. Undan tashqari Alloh qabul qiladigan nimadir, masalan, kunimizda sadaqami, nafl kimgadir yordam berishmi, nima bo'lsa ham masalan. Demak, sizni kundalik nimangizda shu narsa go'yoki bo'lsin. Mana bu ilm zarur. Qolgan narsalaringiz uchun ishingiz davomida, boshqada aynan kim qaysi sohada ishlayotgan bo'lsa, o'sha sohani o'rganishi vojib bo'ladi. Masalan, tijorat orqali topayotgan bo'lsa pulini, o'sha tijorat ahkomlarini bilsin, harom aralashmaslik uchun. Va hokazo. Kimdir yana boshqa bir sohada ishlayotgan bo'lsa, o'zini sohasini bilsin. Tabib bo'lib ishlayotgan bo'lsa, o'zini sohasidagi ahkomlarni bilib olsin va hokazo. Xo'p, qarang. Ba'zilar aytadi, vaqtim yo'q deydi. Vaqtim yo'q deb, masalan, 5 vaqt namoz o'qimay qo'ymaymiz-ku, to'g'rimi? Ya'ni 5 vaqt namoz Alloh farz qilganligi uchun 1000 vaqtim yo'q desin, vaqt ajratamiz. Shunday ilm masalasida ham inson nima qilish kerak? Iloji boricha vaqtim yo'q demang. Hech vaqtim yo'q deb turib ovqatlanmagan odamni ko'rganmisizlar? Yo'q, vaqtim yo'q, bugun ovqatlanmadim. Shu vaqti yo'q bo'lib turib, o'tirib oshxonaga kirib ovqatlanmagandir. Lekin tika turib bo'lsa ham senda ushib ketadi. Demak, o'sha vaqtim yo'q degan taqdiringizda o'zingizga bir nima qo'yib oling, reja qilib olingki, o'sha ilm sizni nimangizda bo'lsin, ilm olish. Hozir ayniqsa uzr yo'q hech kimga. Ustozga boruvdim, ustoz topmayapman, boshqa. Alloh bu tomondan yengillatib qo'ydi hozir, masalan. Kitoblar bo'lsin, masalan, darslar bo'lsin, boshqa bo'lsin, shu darsga xuddi yo'lda yurib ketayotib, vaqt topmaganingizda o'tirib, ovqatlanishga vaqt topmaganda yurib bo'lsa ham nima qilyapmiz? Qornimizni to'ydirayotgandek, bu hissiy ozuqa bo'lsa, olayotgan ilmimiz ma'naviy ozuqa. Inson ruhini ozuqasi ham kerak-da. Faqat jasadni ozuqalantirib, shu jasad uchun tashqarida yurib, shuni ozuqalantiraman deb yurib, lekin bu yoqda ruh esdan chiqadigan bo'lsa bo'lmaydi. Asosiy ruh, ya'ni ilm ruhni ozuqasi. Faqat muammo nimada? Shu ruhni kasal bo'lganini, ozuqaga muhtojligini sezmaymiz. Buni muhimligini, ahamiyatini sezmaymiz. Ya'ni dunyoda o'sha rizqni topmasak, och qolamiz. Och qolgandan keyin iloji yo'q, uni qorin to'ydirish kerak. Buni his qilganimiz uchun iloji yo'q, birovga ishlama desangiz ham ishlaydi. Ikkinchisi men qilib bo'lsa ham ishlaydi, boshqa qilib. Nimaga? Chunki qorni och qolsa, birov bunga va'da berayotgan hech kim yo'q, ishlashim kerak deb ishlaydi. Iloji yo'q, chiqib ishlaydi. Lekin bu aslida muhimroq. Ya'ni ruh ozuqasi tana ozuqasidan muhimroq. Mabodo shu tanani ozuqasini topmasangiz, juda borsa inson o'ladi. Hech narsa topmasa ishga o'lishi mumkin. Bo'ldi, shu dunyosidan kuyishi mumkin. Lekin ruh ozuqasi boy bersangiz, ya'ni bundan hech narsa nasib olmasangiz, oxiratingizni kuydirasiz. Oxirat esa abadiy nima? Yo jannat yo do'zax. Unga iymon keltirmagan odamga endi farqi yo'q, lekin iymon keltirganmiz, do'zax bor, jannat bor deb. Demak, mana bu muhim, ya'ni ikkinchi darajaliga qo'ymaslik kerak inson. Ya'ni bo'sh vaqtim bo'lib qolsa bir o'qiyman, boshqa qilaman emas, bu asosiy bo'lish kerak. Ammo bu yo'lakay bo'lish kerak o'zi asli. Dunyo topish va hokazo. Demak, hech bo'lmaganda, mayli aytganimizdek, bu narsa farz, o'sha farzni ado qilyapti, kimlardir ko'p vaqt shunga ketyapti, lekin baribir bir 10 daqiqa bo'lsa ham, 15 daqiqa doimiy bo'lsa, samarasini ko'rasiz. Yani 1 yil, 2 yilda ancha samara ko'rasiz, bunda doimiy bo'ladigan bo'lsa. Yani ertalab bomdoddan keyin, masalan, doim bomdoddan keyin ish boshlanmaydi-ku. Ozgina Qur'on o'qing, o'zingizga masalan, har kim xohlagancha 1 bet, kimdir 2 bet, kimdir masalan 4-5 bet Qur'on o'qing, ozgina hadislar masalan tarjimalari bor, darslarni masalan mana o'tirib eshitishga vaqtingiz bo'lmasa, yurib eshitishingiz mumkin. Mana buni nima qilish kerak? Doimiy qilib olish kerak. Va ba'zilar YouTubedan foydalanganda foydalanmaydi emas, olib u bu darslarni chiqqan darslarni o'tkazib
ertadan betdan eshitadi. U bilan ilm olinmaydi. Nimadir foydalangandek bo'lasiz. Orada qaytaga qancha bo'lmagan narsalar chiqadi, uni eshitib ko'rasiz, buni eshitib ko'rasiz. O'zingizga bir nima qo'yib oling. Bo'ldi, bir reja qo'yib olingda, mana bu darsni eshitaman oxirigacha, mana bu darsni oxirigacha eshitaman deb turib, iloji bo'lsa kimgadir masalan topshiring, kimdir imtihon qilib qo'ysin masalan. Ahlingizdan ham shuni talab qiling. Uyda baribir masalan oshxonada bo'ladi, boshqada bo'ladi. Uni eshit, buni eshit deb turib masalan, bu ilm muhim bu narsa. Bo'lib ham hozir endi uzr qolmadi aytganimizdek. Hech qanaqa uzr qolmadi. Hammani uyiga kirib bordi, bu narsalardan foydalansa bo'ladigan bir holatda ham ilm olmaslikka men ilm olmadim deyishga hech qanaqa uzr qolmaydi. Har kimning bir nimasida bo'lish kerak bu rejasida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu narsalarni so'rayaptilar. Xo'p, so'rashni o'z bilan kifoyalanib qolmaslik kerak-da. So'ragandan keyin endi sidqi dildan so'ragan bo'lsangiz, uni amalda qo'llash kerak. Shu so'ragan narsangizni haqiqatda foydali ilm ber deb so'radingizmi, foydali ilm olishga kirishing. Halol rizq ber deb o'tiravermaysiz-ku, rizq talabiga chiqasiz, sababini qilasiz. Xuddi shunday ilm so'radingizmi, sababini qiling. O'sha foydali ilm olish sabablarini qiling. Rizq so'ragandan keyin foyda nima, halol rizq topish sababini qiling. O'rganing, o'sha topayotgan rizq kasbingizda hukmlarini o'rganing va hokazo. Keyin bitta oladigan yana foyda umumiy Nabiy sallallohu alayhi vasallam shu 3 ta narsani Robbisidan so'raganligidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham muhtoj, Robbisidan shu narsalarni so'rayapti. Demak, u zotdan bir narsa so'ralmaydi, balki faqat so'ralsa Allohdan so'ralishi kerakligi, ya'ni payg'ambardek zot ham muhtoj ekan, Allohdan so'rayapti. Payg'ambarlardan, avliyolardan batorika avlo so'rab bo'lmaydi. Keyin ilm bergan yoki Alloh rizq bergan kishi hech qachon boshqalardan o'zini ustun qo'ymasin, ustun tutmasin, kibr qilmasin. Chunki Allohdan so'rab olyapti. Masalan, shu duoda Allohdan so'rab olyapti, Alloh beryapti. Bergan zot olib qo'yishga ham haqli. Kimgadir berib, kimgadir bermagan bo'lsa, inson nima qilmaslik kerak, takabbur qilmaslik kerak. Ya'ni birovdan so'rab olgan narsangiz bilan maqtanishning hojati yo'q. Ya'ni Allohdan so'rayapmiz, Alloh beradi deb e'tiqod qilyapmizmi? Demak, o'zimizdan bir narsa bo'lmagandan keyin kibr qilishga, maqtanishga hech qanday ehtiyoj yo'q. Xo'p, shu bilan kifoyalanamiz. Hozir xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu hadisdan oladigan asosiy demak foyda, xulosa qilib aytsak, foydali ilm o'rganishga inson haris bo'lishi, halol rizq topishga haris bo'lishi va riyo va bid'atdan chetlanishga ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni riyo va bid'atdan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki shu amalimiz qabul bo'lishi uchun aytdik, riyodan chetlanishimiz kerak, bid'atdan chetlanishimiz kerak. Riyo aralashsa Alloh qabul qilmaydi, bid'at amalni Alloh qabul qilmaydi. Shu qilayotgan har bitta amalimizni xolis Alloh uchun qilishga, sunnatga muvofiq qilishga harakat qilish kerak. Shu bilan 5 ta hadis bilan asosiy namozdan keyingi zikrlarning sharhini qisqacha o'tdik. Ammo aytganimizdek oyatul kursini ham o'qiladi namozdan keyin yoki qul a'udhu robbil falaq, qul a'udhu robbin nas, qul huvallohu ahad suralarini tafsiri endi bu inshaalloh tafsir darslarida buni bayon qilarmiz. Va bu faqatgina namozdan keyin o'qilmaydi bu suralar. Aytganimizdek, uyqudan oldin ham o'qiladigan suralar, boshqa o'rinlarda ham o'qiladigan bo'lgani uchun aynan shu joyda tafsir qilmadik. Inshaalloh buni tafsir darslariga nima qilganimizda o'tishga harakat qilamiz, ya'ni ma'nolarini o'tishga harakat qilamiz. Shu bilan kifoyalanamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va natubu ilayk.